Hech kim urushga qiziqmaydi. Mo'ljallanganidek Xitoy 3-oyning 13 kuni rasmiy e'lon qilingan Avstraliya, Angliya va Amerikaning mudofaa va bexatarlik ittifoqi kelishimiga g'azabli inkas qaytardi. Shu kun Kaliforniyaning San-Diego shahrida e'lon qilingan planning tafsilotiga ko'ra, Avstraliya, Angliya va Amerika mazkur kelishim orqali kuchli ta'sirga ega mudofaa va bexatarlik ittifoqi hosil qilgan bo'lib, mazkur ittifoq Xitoyning Hind Tinch okean rayonidagi harbiy kengaymichilikka qarshi turishni maqsad qilgan. Qurol yarog' raqobatini aditib, xalqaro yadro qurollarining kengayishining oldini olish tuzumiga buzg'unchilik qilganlik, xalqaro jamiyatning andisini nazardan saqit qilganlik va xatarlik yo'lda borgan sari uzab ketganlik deganlar faqat Xitoy doiralari G'arbdagi bu uch ittifoqdosh ustidan qilgan ayblashlarning bir qismidir. Avam palatasining rahbari Nancy Pelosining bultur yozda talash tartish qo'zg'agan Tayvan ziyaratidan buyon Xitoy G'arbning harakatlariga bu qadar kuchli e'tiroz bildirib boqmagan edi. Xitoy dunyodagi nufusi eng ko'p, quruqliq armiyasi va dengiz armiyasi eng chong davlatdir. Xitoyga ko'ra u o'zining Amerika va uning G'arbiy Tinch okeandagi ittifoqdoshlarining qo'rshovida qolganligini his qilishga boshlagan. Xitoy raisi Shi Jinping buning qarta yaqinda Xitoyning davlat mudofaa xarajatini tez suratda oshirganligini va kelgusi bir necha yilda davlat bexatarligiga eng muhim masala sifatida muomala qilganligini jakarladi. Angliya bosh ministri Rishi Sunakning bu hafta kelgusidagi xatarlik 10 yil hamda kunsir eg'irlashayotgan bexatarlik xirislariga taqobil turish uchun jiddiy tayyorlik ko'rishning zarurligini bildirganligi hayron qolarlik ish emas. Undaqda biz bu nuqtaga qanday kelib qoldik? Dunyo Amerika va uning ittifoqdoshlari Tinch okean rayonida Xitoy bilan ofat xarakterli to'qinishadigan kuniga yaqinlashyapti qanday? Oldi bilan G'arbning Xitoyga bo'lgan tunishi xato bo'ldi. Ko'p yillardan buyon G'arb ellarining diplomatiya tarmoqlari to'limi go'daklik bilan Xitoy iqtisodining erkinlashishi muqarrar holda jamiyatning ichib etilishiga va texnik keng siyosiy erkinlikka turtki bo'ldi deb faraz qilib keldi. Bundaq yakun chiqarishdagi mantiqa mundaq edi. G'arbdagi davlat alqagan shirkatlar Xitoyda sherik korxona qurib, necha yuz million Xitoy fuqarosi texnik yuqori turmush saviyasidan bahramand bo'lishga boshlaganda, shuningga jazm qilishga bo'ldiki, Xitoy kompartiyasi xalqqa bo'lgan kontrolligini bo'shatib, bir qism oddiy demokratik islohotlarga yo'l qo'ydi va atalmish qoidalarni asos qilgan xalqaro tartibning rasmiy a'zosiga aylandi. Ammo reallik bunday emas edi. Darvaqa Xitoy allaqachon gigant iqtisodiy gavdaga, yer shari ta'minot zanjirining kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim tarkibiy qismiga, dunyodagi har qaysi davlatlarning eng muhim savdo hamrohiga aylandi. Ammo Xitoy hukumatı iqtisoddagi bu xil taraqqiyotlarni demokratiyaga va liberallashishga yuzlanish bilan birlashtirmasdan, G'arb hukumatlarini shundaqla Yaponiya, Koreya va Filippin qatorliq nurg'un qo'shnilarni sarosima solgan yo'lga mangdi. Buning misollaricha desangiz, bundaq misollar to'limi ko'p. Ammo Xitoy bilan G'arb o'rtasidagi asosiy talash tartish nuqtalari tuvandikicha. Tayvan Xitoy zarur tepilganda o'z-o'zini idora qilib kelgan bu orolni qurol kuchi bilan yutib olganligi haqida ko'p qitim jar soldi. Amerika prezidenti Jo Bayden Amerika Tayvanni qo'g'daydi degan bo'lsa-mu, ammo Amerikaning rasmiy siyosatida Tayvan tajovuzga uchraganda harbiy harakat qo'llanganligi to'g'risida aniq va'da yo'q. Janubiy Xitoy dengizi. Xitoy yaqin yillardan buyon o'zining g'oyat zo'r dengiz armiyasini ishga solib, Janubiy Xitoy dengizining qisman rayonlarida sun'iy orol barpo qildi va bu joylarning o'z zimini ekanligini da'vo qildi. Bu qilmish xalqaro qonunga xilofdir. Texnika. Xitoy savdo afzalligiga erishish maqsadida shaxsiy uchurlarni to'plash va aqliy mulklarni o'g'irlash bilan borgan sari qattiq ayblanmoqda. Hong Kong. Xitoy Angliyaning sobiq mustamlikasi bo'lmish Hong Kongdagi demokratiyani muvaffaqiyatli holda vayron qildi va faoliyatchilarga uzun muddatli qamoq jazosi berdi. Uyg'ur musulmonlari. Sun'iy hamroh sonliq ma'lumotlari va bevosita shohidlarning bayonlariga ko'ra, 1 milliondan ortiq Uyg'ur musulmonlari Sharq Turkistonning har qaysi joylaridagi lagerlarda majburiy tutib turilmoqda. Harbiy jihatda navbatdagi Xitoy sal qarg'ili bo'lmaydigan kuchdir. Xitoy xalq ozodlik armiyasi yaqin yillardan buyon ham texnikada yangilik yaratishda, ham son jihatda zo'r ilgarilashlarni qo'lga keltirdi. Masalan, Xitoyning Sharq Shamoli tiplik ovozdan favqulodda tez boshqariladigan bombasi 5 makdan yuqori suratda ucha oladi. Uningga yuksak energiyalik portlovchilik o'q beshi yoki yadro o'q beshi staplikil bo'ldi.
Bu Amerika dengiz armiyasining Yaponiyaning Yokosukaga joylashgan 7-flotini Xitoyning dengiz qirg'og'idagi g'oyat zo'r boshqarilgan bomba liniyasiga zodi qanchalik yiqilish haqida ravrus o'ylanishga majbur qildi. Xitoy yana yadro o'q-besh saplangan ballistik boshqarilgan bombalarni tez suratda ko'paytirish planini yo'lga qo'yib, g'arbiy rayonda yangi qo'yib berish quduq yasash orqali o'q-beshining sonini 3 hassa oshirishga urinmoqda. Ammo bularning hech qaysisi Xitoyning urushga qatnashishini xohlaydiganligidan derak bermaydi. Tayvanni olib olsak, Xitoy uning yetarlik besim ishlatib, bir pay o'q atmasdan uni o'ziga bo'ysundirishni o'ylaydi. Hong Kong, Uyg'urlar va aqliy mulk masalalarida Xitoy vaqtning o'tishiga ergishib, tanqidlarning pastlab ketilganligini bildi. Bu to'liq rezil mo'ljardir. Chunki Xitoy bilan bo'lgan savdo dunyoning boshqa joylari uchun bekli muhim. Shunga, garchi hozir vaziyat jiddiy, shundaqla to'qinishga sabab bo'la oladigan portlash nuqtalari mavjud bo'lsa-mu, ammo Xitoymi, G'arb ellarimi Tinch okeandagi urushning hammaga ofat elib kelganligini tushundi. Garchi har ikki tarafning so'z iboralari to'liq qattiq bo'lsa-mu, ammo hech kim urushga qiziqmaydi.